Yomon ishtahani ochib yubordingiz lekin boru. Ukam menga mashina 2 ta kosa qilgan xonmi? Cho'tga qilib qilgan, 2 ta ichib yuboraman. 3 ta ichib yuboraman, 3 ta qil, 3 ta ichib yuboraman. Xudo xolasa deb gapiring. Nima deganingiz endi bu? Hech kim kelyapti, shuni aqllilik qilmang. Gap aqllilikda emas. Bitta ish qiladigan odam ish qilishdan oldin Xudo xolasa deb. Obke Xudo xolasa ichaman deng, bo'ldi. Aka hozir bu yerda vag'izxonlik qilyapsiz-da. Yonimizda turibdi-ku, shu yerda turibdi-ku. Hozir o'zdan osmondan tosh tushib yo'q qolmaymiz-ku, aka. Bilatni sadirlasammisan? Telefonni onadan so'kib tashagan, yurgan mana bu yoqqa. Men erkakka o'xshab birga bir gaplashib oladi o'zi, men nima qildim alla? Xudo xolasa deyish kerak edi. Hey. Kim? Na, ering. Xudo xolasa eringman. I'm a fireball.